Assalomu alaykum, qadrli Juma mebelning obunachilari. Xudo xolasa mana bugungi zakazimizni qo'yib oldik. Bu zakazimiz Samarqand viloyati Pazdarxon tumaniga qo'yib olindi. Pazdarxon tumani Sarafshon mahallasiga. Bu mebelimizni uzunligi 420 sm, balandligi 240 sm, plafonlari qoshlari bilan. Bu yerga biz moyka, simstetol olib kelganmiz o'zimizdan. Bunaqa qoshiq qo'yadigan paddonlarni qo'yganmiz. Hamma narsasi vakuumli sistemada bo'lgan. 4-15 joyimizga 10 million so'm dogovor qilganmiz. Albatta, xolodilnik joyini chiqarib tashlaganmiz. Chunki xolodilnik tepasidagi shkafcha ham bonus sifatida qo'shib berildi, lekin unga pul olinmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Emmer bitchalarni qo'yib berganmiz. Buni akamiz o'zi olib kelib berdi. Kafellari, beshelkalari, mana bu yerda soshalkalarimiz bor. Zanglamaydigan soshalkalar, qora rangdan. Hamma narsasi vakuumli sistemada o'zi tortib oladi. Eshiklari ham, tortmalar ham, hammasi. Kimga mana shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Nomerlarimizni opsiyaga qoldiramiz.